Assalomu alaykum. Sizlar bilan Oltin Giro kanalida davom etamiz. Yana mana Formas Adisiya o'yiniga kiramiz. 1 million so'm bosaveramiz buni. Qo'rqmasdan 1 million so'mdan bosaveramiz. 1% balansimizni tikamiz. Ikki sent xolos ekan. Yengisichi. Sharmandan kelyapti-yu. Ay buning. Va yig'olmas. Lekin xato qildi baribir. Bile. Voy qizillar juda ham kutuvdik shu qizillarni. Shu yerda rahmat tushmadim endi bo'ldi. Biram xursand bo'lib ketdi. Hech balo bermayapti. Tinchgina kristal kiramiz shekillik. Menimcha bu ketishda baribir foydada chiqolmaymiz bu o'yindan. Ya o jackpot yaxshi tushdi. Comeback bilan bitdi-da. Keyingilarcha yo'q, ketma-ket jackpot yo'q ekan. Keyingi jackpotga Kristalbek. Tinchgina Indiya poker bosib olaylikmikin. Yengil. 1 million tirs qilib. Shu ishni qilamiz, so'ngsam chiqamiz, Indiya poker bosamiz. Tinchgina osonlik bilan hal qilamiz sirdi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Giro kanalida Indiya poker bosamiz.
Osonlik bilan hal qilamiz, bo'lmasam tinchgina 1 million so'mdan tirs qilamiz. 10 ga sen bittada yaxshi edi, lekin keyingilarchi 5 1 0 1 1 1 1 5 Mana yengilini bermayapti, yengil bo'lgur jonivor. Mana Brendili. Böyle 10 kaset böyle yaptım. Böyle bir mensi gidiyor mu bana? Oyun tanlashda da sevgin yiyman da. Foydada chiqamiz, lekin chiqsak, foydada chiqamiz ekan u. Lekin 7-yo'ldan 50 edi foydasidamasda 10 ushladik. 10% foydadamiz, hozir 10% foydadamiz. Chiqamiz shu joyda. Foyda emas, ziyon emas, xullas biz hozir tinchgina skrich kart bilan hal qilamiz shekilli. Shunaqa bilish qilib, shunaqa 84 75 chiq 25 surdi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Giro kanali. Skrich kartadan davom etamiz. 7.155 ming so'mdan. Mana 8 20 bo'lsa chiqardik, lekin 20 bo'lish kerak edi. Shu 2 bo'lish 10 bo'lish kerak edi.
15 yo'q. %10%. 0. Bile bir 15 20. 10. 30 50 40 108. Bunu şöyle çıkaramiz ham yaxshi foydada deylik. Bu yerda. Tensionga o'yinlarimiz qaysi? Olmaymi o'zgargani? Yo'q, bunda o'zgaradi. Xbetda o'zgardi olma. O'ynab ko'rganlar bormi? Boshqacha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Bir hafta 10 kun shekilli kamida o'zgarib qoldi. Bunda esa hali o'zgarmagan ekan. Biz nima o'yin bo'lsa, garaj bosaylik. O'tgan oxiriga yetdik garajda. Garajda hozir 300 ming so'm bosib beraveramiz. 332 ming qilsak, 32 koeffitsientda maksimum 332 ming so'm bosamiz. Ketdik. Chapon. Har doimgidek o'zimizni yo'nalishimiz. Buni o'zgartirmaymiz hech qachon. Bular bitta oxirgami? Ha, oxirgi 8 burchlik qildi. Yana bosamiz. Mana yana oxirgisi. Yo'q. 16 da to'xtadik. Stopping you. Stop. Yana 2 burchlik qildi. Yana bir marta. Chap, o'ng. Chap. Rahmat. Oldin zo'rida 2 yil oldin deylik. 1 yil emas, 2 yil oldin. 1 yil oldin ham kis burishdi. Ha, bilmayman hozir. Adashib ketdim. Chapon olaman. Ikkita chapda bosib oldim. 2 yil oldin zo'rida bukmaker. Hamma yo'q zo'r. Bingo bordi, kunlik vazifa bor edi, 1 yevro olib berardi. Plus o'yinlar boshqacha edi, yaxshi yutib berardi. Hozir esa afsus yangilanyapti. Yangilanishi ham to'g'risi shaxsan menga yoqmayapti, to'g'risi yangilanishi. Ko'pchilikka yoqmayotgandir u. Men ham shu qatordaman. Umuman yoqmaydi shu yangilangan o'yinlar. Yangi format o'yinlarda. Bingo'ni qaytarsin bizga mana. Kunlik vazifani qaytarsin. O'shalar qaytarish kerak bizga zo'rlardi. Biz baromatda ham oxirga yetolmaymiz shekilli. Va oxirgi urinishimiz yo'q. Menkiz balki unaqa ko'rish kerakdir. o'ng chap qilib ko'rish kerak. Chapon o'ylayapmiz. Shuni o'ng chap qilib ko'rish kerak menimcha. 215 692. 3 ga 3 surdik.